Uchko'prikda eng arzon birinchi qo'l sifatli stol-stullar joyini topib qo'ydim. Hozir sizlarga uni narxi bilan tanishtirib chiqaman. Narxlarga kelsak akalar, 6 taligidan boshlaymiz. Dekorligi 2 million 200 ming so'm. Komfort stildagi 6 talik stol-stulimiz narxi 3 million 400 ming so'm. Neobichniy stildagi stol-stulimiz 6 taligi Izabella ekan, narxi 5 million 400 ming so'm. Mana bu o'tiradigan va suyanadigan yostiqchalari barcha kreslolarimizda mavjud. Ko'rib turganlaring aka, 8 taligimiz bu Izabella nomli, narxi 7 million so'm akalar. Ikkinchisi komfort stildagimiz 8 taligi, narxi 4 million 200 ming so'm. Hop, uchinchisi Deco stildagi stol-stullarimiz 8 talik, narxi 3 million 200 ming so'm. Yo'q, biz uyda kamchilikmiz deganlarga akalar, 4 kishilik ham bor ekan, narxi 1 million 700 ming so'm ekan. Bay. Kennoyim bilan hovliga qo'yib olib o'tirib, madaniy holda chiqargan zonasi ekan. Buni narxi atiga 1 million 700 ming so'm ekan aka. Ekranda nomerlar qoldirib qo'ydik akalar. Istalgan turdagini zakaz beringlar akalar, tayyorlab berishadi. Manziliga kelsak akalar, Qo'qonboydan kelishda chap tomonda joylashgan, Uchko'prikdan kelishda svetofordan o'tganlaringni o'ng qo'lda joylashgan. Mo'ljal Chashma choyxonani yonida joylashgan. Like bilan podpiska bosishni unutmang, jigar.